Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Demak, layfhakimizni davomida yana shu tarzda mana bunaqa o'tmasroq pichoq bo'lsa ham bo'laveradi. Hech narsa qilmaydi. Qiyshuv kesilsa ham mana bunaqa qilib uchini kesib olamiz. Yana o'sha gap. Mana buni xohlasanglar 2 ga bo'linglar, xohlasanglar 22 ga bo'linglar. Shu mol yolsa bo'ldi. Irim qilmanglar buni, xo'pmi? Yana mana shunday qilamiz mana. Yana o'rtasidan bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Eshitilyapti endi. Mana tarvuz, ajoyib tarvuz. Endi nima qilamiz mana? Endi ota-onalarimiz o'tib ketgan. Endi baribir shu yuragini olamiz. Qarab turinglar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Buni kimga beramiz? Bilasizlarmi? Buni endi mana bu yerda bizani poshsho qizimizlar borlar. Yelkamiz qatdaydi mana. Poshsho qizimiz borlar. Xudo xolasa mana. Mana bular otlari Mazamxon. Xo'p, bular xudo xolasa qoriya doktor qiz bo'ladilar. Bularga beramiz. Katta bo'lganingizda o'zingiz tarvuz so'ysangizchi, mana shunaqa yuragini bittasini adezdaga berasiz, bittasini oyizdaga berasiz. Xo'pmi? Xo'p. Taninglar sog' bo'lsin. Yaxshilikda ko'rishinglar.